imtihonga tayyorlanib keldingizmi? Uzr domla, tayyorlanolmadik. Ma pora olmayman ey. Taklif nima bu? Erga tegamiz. Salla birinchi kurs. Yo erga tegadi, yo o'qiydi. Bir yil o'qiganing olasan, o'zingdan o'zing baho yo'q bu yer. Tugunaysiz qani? Akademiya olib ketdi, eplay olmadi. Mana desana siz eplabsiz. Darsga tayyormisiz? Yo'q. O'tgan yil to'yda bahona qildingiz. Bu yil nima bahonangiz bu? Men vinovat emasman. Bir marta podeshka qiling. O'tgan yil ham shunaqa dedingiz. Bo'lmasa ikkita ekan, domlajon. Mana bugun imtihon. Hozir boryapman. Yo, bugun imtihon bir ting olmadim mana. O nimasi Bunu bir ting ilmasdan o'tib ketdi. Ko'ryapsiz, injiqlik qilyapti. Iltimos uyga tashab keling. Oxirgi marta virchatib qo'ying. Yig'la. Jonga tegdi bir. Domlajon, to'yim bo'lyapti. Kunora yerga tegyaptimi bular? Allaga diplom yo'q ey. Voy domla, 4 yil o'qib hech narsasiz ketamizmi? Nima ishlatasiz? Erlik bo'ling, farzandlik bo'ling. Oxirgi marta virchat qiling. Davay imtihondan o'tinglar, tamom. Tayyorlanishga vaqtimiz bo'lmadi-da. Yana nima bilan band bo'llaring? Ana shunday salla homilador bo'lasalar, tekshiruvchi kelsa domlalar kuchanadi. Davalik davrim mening, davronlarning zo'risan.